Ana bo'lmasam Jose Mourinho eski Galacticosni yig'ishni boshladi va jamoaga qaysi afsonaviy futbolchini olib kelganini eshitsangiz ishoning hayron qolasiz. Ammo avvalambor albatta Madrid yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yerda to'rt tushunganingizda shu jamoa haqida gaplashamiz. Bilasizki, kecha Florentino Perez rasmiy ravishda saylovlarda g'alaba qozongandan keyin tez orada u Jose Mourinho jamoaga qaytish haqida e'lon qilmoqchi. Xuddi shu payt portugaliyalik murabbiy esa o'zining murabbiylik shtabiga Pepeni chaqirmoqchi. Menimcha bu afsonani ta'minlaydigan odam bo'lmasa kerak. Eng qizig'i joyi shundaki, agarda u chinakam jamoamizga qo'shiladigan bo'lsa-da, ana sizlarga Real Madrid, ana sizlarga 16-Chempionlar Ligasi ham kelishi mumkin. Chunki o'tgan mavsum Messilarda bor, faqatgina ishkallardan boshimiz chiqmadi va bitta shunaqa agar noto'g'ri gap gapirib qo'yadigan bo'lsang, tepib tashlaydigan odam yetishmayotgan edi. Xo'sh, siz ham Pepeni klubda kutganmidingiz? Eng qizig'i Jose Pepe kabi qo'pol tarzda o'ynaydigan himoyachini ham jamoaga